Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bizlar Buxoro tuman Shergiron qishlog'idan, O'zbakon qishlog'idan, ana Shergiron Mefeydan, O'zbakon qishlog'idan gapiryapmiz. Ana ko'chalarimizni obod mahallaga kirgizamiz deganga bo'lmagan edi. Video yuborgan edik. Va'da bergan edingizlarki, mart oyiga qilamiz deb. Ana ko'chamizning ahvoli kun sayin battarlashib ketyapti. Iltimos sizlardan bizning ko'chamizga ozgina yordamlashib asfalt qilishga yordam beringlar. Mart oyiga degan edingizlar. Mahallaga ham bordik. Hokimiyatga ham bordik, bo'lmayapti. Martga dedingizlarni, aprel keldi. Mayga bo'lsaydi ham mayli, iltimos. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Duo qilib qolamiz, yoki bizning ko'chamiz qolgan. Ana